Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayımız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulup atkan gün tertipteki haberlerini huzuruna sunuşturacağımız kıynamızda dıktanlar ekranımız olsun. Xitoy Sharqiy Turkistondagi qamalni kuchaytirdi. Sharqiy Turkistonda 16 avgust bir kun ichida kasallik alomati ko'rilmagan Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 307 si ko'paygan bo'lib, Xitoy yuqum bahonasi bilan Sharqiy Turkiston xalqiga qaratgan bostirish va nazoratni taximi kuchaytgan. Xitoy Xaysha to'rining 17 avgust xabar qilishicha, 16 avgust kuni soat 0 dan 24 gacha Sharqiy Turkistonda kasallik alomati ko'rilmagan Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 307 si yangidan ko'paygan. Bunun içinde Ürümçi şəhərinin Təngrita rayonunda 27, Saybaq rayonunda 46, Şimigo rayonunda 9, Yuqori Pen Texnikалық Kəsblər Tərəqqiyat rayonunda 1, İqtisad Texnika Tərəqqiyat rayonunda 4, G'ulja şəhərində 126, Targ'abatay viloyati Vusu şəhərində 4, Sanji oblasti Qutubi nahiyasida 63, Turpan şəhərində 7, Kola şəhərində 5 bemor bor ekan. Bularning hammasi belgilangan davolash apparatiga yo'tkab ayirib tibbiy kuzatilishga boshlagan. Kasallik alomati ko'rilmagan 57 yuqumlanuvchini ayirib tibbiy kuzatish bekor qilingan. Tibbiy kuzatish bekor qilinganlarning ichida G'ulja shahridan 20, G'ulja nahiyasidan 2, Targ'abatay viloyati Vusu shahridan 6, Turpan shahridan 29 bor ekan. Xabarda oshkorlanishicha, Sharqiy Turkiston bo'yicha aniq diagnoz qo'yilgan 18 bemor bor bo'lib, buning ichida Ürümçi shahrining Təngrita rayonida 1, Saybaq rayonida 3, Şimigo rayonida 1, Yangiਸ਼əhər rayonida 1, İqtisad və Tərəqqiyat rayonida 1, Ili oblastining G'ulja nahiyasida 1, Baynog'ulin oblastining Kola shahrida 3, Sanji oblastining Qutubi nahiyasida 2, Qumul shahrining Everg'ul nahiyasida 4 bemor bor ekan. Navbatda Sharqiy Turkistonda kasallik alomati ko'rilmagan bemordan 2779 bor ekan. Beijing kundalik gazetining xabar qilishicha, Sharqiy Turkistondagi qurilish diviziyasiga tava rayonlarda bir kun ichida yangidan kasallik alomati ko'rilmagan virus bilan yuqumlanuvchilardan 32 si ko'paygan. Kuzatuvchilar navbatda Xitoyning nomussizlarcha virusni chet eldan kirgan deb butun ofatning manbasini chet elga ortishga urinish bilan birga, Sharqiy Turkistondagi lager va turma sirtida qolgan xalqni och qo'yib qiynab yuragini ezishni planlaganligini, aslida Xitoyning razil maqsadining Sharqiy Turkiston xalqini virus bahonasi bilan taxmi qattiq bostirish ekanligini, navbatdagi qattiq qamalning xalqarada andisha paydo qilayotganligini bildirishmoqda. Uyg'ur qurolli kuchlari kuchayishga boshladi. Amerika bilan Shimoliy Atlantik ahdi tashkilot armiyasi Afg'onistondan chekinib chiqib, Taliban Afg'oniston islom amirligini qurganligiga dal 1 yil bo'lgan bo'lib, Afg'onistonni o'z ichiga olgan rayonda Amerikaning o'rnini ilish ham xiyolda bo'lgan Xitoy Talibandan kutgunga erisha olmay norozilik va umidsizlik ichida tinqirab qolgan. Amerika ovozining 16 avgustdagi xabarda oshkorlanishicha, Xitoyning rayonga salgan iqtisodiy mablag'i Taliban tarafining talabidan xeyli yiroq bo'lib, Xitoy Uyg'ur qurolli kuchlarining Afg'onistonda davomli mavjud bo'lib kuchayganligidan qattiq umidsizlangan. Washingtondagi Wilson markaziy Janubiy Osiyo ishlarining muavin direktori, qo'shimcha yuqori darajali yordamchisi Michael Kogelman kuzatuvchilarning so'zini naql qilib aytishicha, Xitoy Amerika Afg'onistondan qo'shin chekindirgandan keyingi bo'shliqni to'ldirib, rayondagi mavjudligini cho'nqurlashtirish ham xiyolda bo'lgan bo'lsa-mu, ammo Xitoyning bu ham xiyoli amalga oshmagan. Kogelman Amerika ovozi radiosiga Xitoyning Talibanlar Afg'oniston hokimiyatini qo'lga olgandan keyingi harakat usuli Talibanlar hokimiyatni o'tkazilishdan ilgirki harakat usuliga o'xshaydi. Xitoy o'xshashla andisha, xatar tuyg'usi ichida o'tdi degan. Kogelmanning qarashicha, agar Talibanlar Xitoyning talabi bo'yicha Xitoyga tahdid bo'lgan Uyg'ur qurolli kuchlarini cheklashga qarab qadam tashlagan bo'lsa, rayonda zo'r o'zgarish paydo bo'lib, Xitoyning o'ylig'ini bo'yicha bo'ldi ekan. Ammo hozirga qadar Talibanlar Xitoyning diginiga kelmagan bo'lib, Xitoyning Afg'onistondagi mavjudligi cheklik bo'lgan bo'lib, muhim sohalarga mablag' silishdan ansirgan. BDT bexatarlik kengashining oldingi oyda e'lon qilgan dokladida aytishicha, surgundagi Uyg'ur qurolli tashkiloti Turkiston Islom partiyasi Afg'onistonning Shimoliy Bag'lan o'lkasida asosliq bazasini qayta qurgan. BDT bexatarlik kengashining dokladida bu guruhga urush qilish iqtidorini taxmi oshirish maqsadida Badaxshondagi bir qancha o'rinda yangi baza qurib, harakat doirasini kengaytdi hamda maxfiy qurol setib oldi deyilgan. Ruhiy kasalliklar doktorxonalari Xitoyning muqimlikni saqlash quroliga aylangan.
Xalqaro kishilik huquq tashkiloti qo'g'dug'ichi 16 avgust kuni Xitoydagi ruhiy kasalliklar doktorxonasi turmiga aylandi temasida doklad e'lon qilib, 2015-yildan 2021-yilgacha bo'lgan 7 yil ichida Xitoyning har qaysi joylaridagi 109 ruhiy kasalliklar doktorxonasiga jamiyat 99 siyosiy mahbusning qamalganligini, ularning ba'zilarining qayta qamalib jamiyat 144 qitim qamalganligini oshkorlagan. Dokladda yuqorida berilgan sonliq ma'lumotning faqat dengizdan bir tomchi ekanligini Xitoy soqchilari va alohida xodimlari, kishilik huquq qo'g'duvchilari va Xitoy ustidan ariz va iltimos qilguvchilarni ruhiy kasallar doktorxonasiga qamab, zarur bo'lmagan majburiy davolash harakatini davomli ijro qilganligini, bir qism ziyonkashlikka uchirguvchilar necha yildan buyon bu xil azob uqubatni boshdan kechirganligini oshkorlagan. Dokladda aytilishicha, ziyonkashlikka uchirguvchi ruhiy kasallar doktorxonasiga qamalgandan keyin u yerda bir qancha oy va yillargacha uzun muddat to'xtatilib qo'yilgan. Ziyonkashlikka uchirguvchilar ichidagi 9 kishining qamalganligiga 10 yildan oshgan. 99 ziyonkashlikka uchirguvchi ichidagi har 3 kishining biri 2 qitimdan ortiq qamalgan. Dokladda yana ziyonkashlikka uchirguvchilar ruhiy kasallar doktorxonasida karvatga necha soat bog'lanib, tok so'qish orqali davolash, qattiq urush va ayirib qamash qatorliq har xil jismoniy qiyin qistoqlarga uchirganligini oshkorlagan. 2018-yilda Xi Jinpingning suratiga siyoh chachqan ayol Dong Yaoching ruhiy kasallar doktorxonasiga qamalgan. Ammo Dong Yaoching sin orqali o'zining ruhiy kasallar doktorxonasiga qamalganligini oshkorlagandan keyin uzun o'tmay g'oyib bo'lgan. Taylandda musulmonlarga qaratilgan portlash voqeasi yuz berdi. Eng yangi xabar to'rining bugungi xabarida bildirilishicha, Tayland isyonchilari musulmonlar nufusi zich bo'lgan 3 shaharda o'xshash vaqtda bomba portlatish va o't qo'yib berish hujumlarini paydo qilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Tayland isyonchilari musulmonlar zich to'plashib o'ltiralashgan janubdagi Pattani, Narasivat va Yalla rayonidagi 3 shaharda o'xshash vaqtda bomba portlatish va o't qo'yish hujumlarini paydo qilgan. Tayland armiyasining bayonotchisi Piramoti Piromin janubdagi Pattani, Narasivat va Yalla rayonlarida bomba portlatish va o't qo'yib berish hujumlarida korxona va mayqachlash punktlarini o'z ichiga olgan 17 o'rinning hujum nishoniga aylanganligini bildirgan. Navbatda hech qanday tashkilot yoki shaxslarning hujumlarning javobgarligini ustiga olganligini bildirmagan va hujumlarda 3 kishi yaralangan. Ma'lum bo'lishicha, Taylandning musulmonlar zich to'plashib o'ltiralashgan Pattani, Yala va Narasivat rayonlari bilan Sonxalaning malaycha so'zlashadigan 5 rayonda tunji qitim 1980-yillarning oxirida o'ttirg'a chiqqan qarshilik ko'rsatish harakati 2004-yilda qayta portlagan. 2004-yildan buyon yuz bergan zo'ravonlik voqealarida 7300 kishi jonidan ayrilgan. Saylan bilan barliqqa kelgan Yingla Shinawatra hukumatining 2013-yili boshlagan tinchlik suhbatlari davlat ichidagi qarshiliklar tufaylidan shu yili to'xtatilgan. Ammo suhbatlar 2014-yili general Prayut Chan-ocha boshlig'idagi harbiy o'zgarishdan keyin Prayut Chan-ocha tarafidan shartlari yangilanib qaytadan davom qilgan. 2020-yilning 5-dan tortib hozirgacha taraflar 3 qitim internet orqali silliq yig'in ochgan. Xitoy istixborot paraxoti Sri Lankada to'xtadi. Hindiston tashqi ishlar ministrligi bexatarlik sababidan bu paraxotning Sri Lankada langar tashlashiga qarshi chiqqan. Dengiz xabar agentligining bugungi xabarida bildirilishicha, Sri Lankada langar tashlash vaqtini kechiktirishni talab qilgandan keyin Xitoyning Yuanwang 5 tekshirish va tadqiqot paraxoti Hambantota paraxotiga kechikib yetib kelgan. Paraxotni Sri Lanka doiralari Hambantota portida kutib olgan. 11 avgustda yiqilg'i va boshqa lozimatliklar sababidan Hambantota portiga yetib kelishi planlangan Yuanwang 5 nomli paraxot Sri Lankaning kechiktirish talabi sababidan 16 avgust portga langar tashlagan. Bildirilishicha, Sri Lanka mas'ullari paraxotning Sri Lanka dengiz tavalligida hech qanday tekshirish faoliyati ilib bormaganligini bildirgan bo'lsa-mu, biroq Xitoyning mazkur paraxoti ilmiy tadqiqot bilan shug'ullangandan boshqa yana istixborot faoliyatlari bilan shug'ullanish iqtidoriga ega bo'lganligi sababli paraxotning 22 avgustgacha portda turganligi kishilarning diqqatini tortgan. Hindiston tashqi ishlar ministrligi bexatarlik sababidan bu masalaga qarshi chiqqandan keyin mazkur kechiktirish talabi o'ttirg'a qo'yilgan. Hindiston taraf bu paraxotning Xitoy dengiz armiyasining harbiy harakatlari uchun taktikalik sonliq ma'lumot to'plashidan andisha qilmoqda ekan. Paraxotning 11 avgustdan 17 avgustgacha Hambantota paraxotiga yetib kelishi mo'ljallangan bo'lib, iqtisodiy krizis bilan shug'ullanayotgan Sri Lankaning Hindistonlik qarz, ochliq va neft yordami ilayotganligi, ammo Xitoyning yordamining muqim va izchil bo'layotganligi o'ttirg'a chiqqan.
Rossiya bilan Xitoy G'arbga qarshi hamkorlikni oshirdi. Gazprom şirketi bozorlardagi hozirgi ahvol davomlashgan ahvolda qishda gaz bahosining $4000 dan ishib ketadiganligini e'lon qildi. Anadolu agentligining bugungi xabarida bildirilishicha, Rossiyaning Gazprom energiya şirketi Yevropa bozorlarida tabiiy gaz bahosining $2500 o'tkilidan o'tganligini bildirib, agar bu ahvol davomlashgan ahvolda qish faslida 1 kub metr tabiiy gaz $4000 dan ishib ketadi deb bayonot e'lon qilgan. Gazpromning bayonotida aytishicha, şirket mushu yilning 7,5 oylik mezgildagi gaz ishlab chiqarish va eksporti o'tgan yilning o'xshash mezgilligiga selishtirganda tuvallash ko'rilgan. Bu mezgilda şirketning gaz ishlab chiqarishi 13,2% tuvallab 274 milliard kub metrga tushgan. Şirketning bu yil 1 yanvardan 15 avgustgacha mustaqil davlatlar birlashma gavdasining sirtidagi davlatlarga qilgan gaz eksporti o'tgan yilning o'xshash mezgilligiga selishtirganda 36,2% tuvallab 78 milliard kub metrga tushgan. Bayonotda şirketning Xitoyga qilgan eksportida ishish ko'rilganligi bildirilgan bo'lsa-mu, ammo jam'iy qanchalik oshqanligiga munosabatlik ma'lumot berilmagan. Bayonotda yana Yevropa bozorlarida tabiiy gaz bahosining $2500 dan oshganligini eskartib qo'yish kerak. Farazlarga asoslanganda bu ahvol davomlashganda qish faslida 1 kub metr tabiiy gaz $4000 dan ishib ketadi deyilgan. Hürmetli televizor görüşler, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Atigi xabarimizni ko'rishga sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.